لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Subhanahu ve Teala Kalem Suresi'nin 10. 11. ayetlerinde mundaq dedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tuti' kulle hallafin mehin. Hemmazin meşşâin binemim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her qandaq qasamxo'r, özü pes, mehinning ma'nisi, aqli ojiz, ayibxo'r, gap to'shilan nait bek mang'uchi, ya'ni bek gap to'shig'ichi kofirga itoat qilmag'in. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetinin başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ diyen. Ey Muhammed, sen Allah'ın risaletini, sana gelgen peygamberlikni yalgan digichi kafirlarga itaat qilmag'in. Ular sening islom dinining belgilemelerinden çüpürüp İslam dinini ularning küfrü, şirik itiqadıga maslaştırıp madara qilishingni yaxshi ko'rdi. Şu vaqtda an ular sizlarga sana madara qiladi, sana kelishidi. Yani seni sana çürülgen İslam dinininki yol yo'riqlaridan chüppirishni, yo'l yo'riqlarini küfr itiqadiga moslashtirishni maqsad qiladi. Yani İslam dinini küfrning ostida yo'q qilishni, küfrning ostida tadrijiy yo'qitib etishni maqsad qiladi. Deganlikdan iborat bo'lgan oyat orqali Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allah Subhanahu va Taala qat'iy mana mushundaq islom dinini yalg'on deguchi kofirlarga itoat qilmaslikqa va ularga qat'iy islom din va Allah tushirgan prinsiplarga qarshi yoki prinsiplarni ularning botil aqidasi, botil qonuniga bo'ysundirish bilan birga moslashtirmaslikqa Muhammad sallallohu alayhi vasallamga alohida ogohlantirdi. Undan killa Allah Subhanahu va Taala Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mushundaq İslam dinga qarshi kafirlarga bo'ysunishqa bo'lmaydiganligining asosiy tarafi bu kafirlarning birincisi Allah tushirgan risolatni yalg'on desa, ikkinchisi xarakteri naiti qasamxo'r, doim yalg'ondan qasam qiladigan, yalg'ondan qasam qilib u qasamiga turanmaganlikdan ham turmaydigan qasamini dash orqali o'z atrofidagilarni o'zi bilan munozirlashganlarni, haqni o'ttirib qo'yganlarni oldiganlikdan u Allah Taalaning oldima pas, o'zining
aldıdımı öz xarakteri bilen özgümü özünün pastki ayan hem o daim Allah Subhanahu ve Taala'ga karşı yalgandın haqni inkar qilish uchun qasam qildigan düşmanlik maydonida turg'achqa Allah Subhanahu ve Taala'nın merhameti Allah Subhanahu ve Taala'nınki izzetidan tushib ketgan. Har aqli to'g'ri bilan xatoni ayiramaydigan mana shundaq ojiz kafir bo'lg'achqa uning hech qandaq bir gap so'zi qo'ygan har qandaq bir yo'lruq yoki hujjat ko'rsatgan har bir so'zlari hammasi yolg'on ham xato aqlsizlik nadonlik bo'lg'achqa Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shundaq qasamxo'r aqli ojiz haqni taniyolmaydigan kofirga itoat qilmaslikqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Allah Subhanahu ve Taala buyurdi. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala yeni bir ayetdeki Estağfirullah belil insanu ala nefsihi basirah velau alqa ma'azirah Sure Kıyamet 14. 15. ayet. Belki insan öz nefsinin ziniga özü delil ispat buludu. Eğer Allah Subhanahu ve Taala aldıda kıyamet günüsü özürlerini taşlap baksımı özürleri kabul kılmaydı. Dep Sure Kıyamet'ninki 14. 15. ayette şundaq degen. Çünkü mana şundaq haqni inkar qiladigan doim yolg'ondan qasam qilib insoniyatni aldaydigan haq qarshi chiqquchi pas aqli ojiz to'g'ri bilan xatoni farqlanmaydigan kafir doim qilayotgan ishida o'zining oxiratda Allah oldi hisob beradigan o'ziga qiyomat kunisi Allah'ның azabını vacip kıldıgan yaman iş, yaman sözlerini kılıdı. Hem şundakla bu dünyada mı insaniyet aldı da insaniyetke zulüm, tacavuzculuk, yamanlık, baxtsizlik kirişigi sebep bulduğun ana şundak aldamçılık bilen yaşaş arkalık insaniyetinin nezirden uçudu. İctimai ve siyasi taraftan bu ayetinin ma'nisini izohlagan vaqtimizda hozirgi zamandagi har qandaq bir ayni vaqtda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan qarshilashgan mushu Valid ibn Mughirga o'xshash kofirninki xuyi doim musulmonlarga, xalqlarga, jamiyatga yalg'ondan qasam qilib nurg'un va'dalarni berdi. Tam şu va'dalarning ta'sisini ijro qildi. Sovet ittifoqida Stalin necha million odamlarni kelishim ittifoq nom bilan kelishimga chaqiriblam keynidan ularni qirg'in qildi. Ularning qurollarini qurolsizlantirish bilan qirg'in qildi. Sharq Turkiston zaminidami Xitoyning ilgirki zo'ravon tajovuzchi ajdodlaridan hozirga qadar Xitoy kommunistlarininki barliq amaldorlari, barliq zolim tajovuzchi pas qo'mondonlari, raislari va ularning g'alchilari Uyg'ur musulmonlarini va shundaqla hattoki o'z xalqini yolg'ondan doim ularga nurg'un va'dalarni qilib, shu va'dalarning ta'sisini qildi. Masalan, Stalin Qrim orollaridagi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondagi musulmonlarga dastlabda kirgan vaqtida ular bilan to'xtam qilishdi. Ularga igi bo'lganligini va'da qildi. Ayni vaqtda Lenin va Stalin ularga igi bo'lganligini va'da qildi. Uzun o'tmayla ularni qurolsizlantirib bo'lgandan keyin hammani
netçe birisini kırgın kılıp öldürdü. Netçe birisini tokku sokup ya ki yurtlardan sırtqa açıkıp sergerdan kılıp aç yalan aç koyup öldürdü. Xitay komünistleri onundan netçesi aşırıp Mao Zedong'un pas kapırdan tatip mana Xi Jinping'gacha bizning Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizni turmalarda jazolash lagerlarida ilgirki Kamala nomi bilan maydonga keltirgan faşistlik harakatlarida uning ilgirki ajdodlari 250 yildan tatib bizga ko'rinishida yolg'on va'da, yolg'on to'xtamlarni qilib qo'yib, mohiyatdan bizningki xalqimizni, musulmonlarni doim qirg'in qildi. Biz ko'pincha holatda Allah subhanahu va taolaning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, hayotlik jihatdan tutishga ahamiyat berishimiz kam bo'lganlik tufaylidan dinga bo'lgan tushunchamiz, dinni yo'riq bo'lgan haqiqat bilan, Qur'on hadisning nuri bilan, ochiq fikri bilan tushunishimiz az bo'lganlikdan ko'pincha holatda Qur'oni Karimning bizga o'tgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti sunnati orqali bizga o'tgan siyosatlarini tushunmadik. Qur'oni Karimda alohida Allah subhanahu va taolo mana shundoq kofirlarningki hadisga, zimmisga turmaydiganligini alohida bizga Qur'oni Karimda bekitgan. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo hadisga, zimmisga urug' tuqqanchilik, hattoki yaqinchilikqa kofirlarning, mushriklarning turmaydiganligini Allah subhanahu va taolo alohida ogohlantirib, bizni shunchalik diqqat qilishga buyurgan bo'lsa-mu, biz siyosiy jihatda Qur'oni Karimning yo'l-yo'riqini tutmaganlik tufaylimizdan Xitoy kommunistlarga, ilgirki raislarga, O'rta Osiyodagi musulmonlar ayni vaqtda Lenin, Stalinga hozirgi davrda yana qayta Xitoy kommunistlarga aldinib yana qayta yo'qolish yo'liga qarab bormoqda qarindoshlarimiz. Yana shu tarix yana davomlashmoqda. Demak, mana bu oyatda bizga Allah subhanahu va taolo ana shundoq zolim kofir raislarining har qandig'ining hallab qasam qilib, qasamxo'rlik bilan, va'daxo'rlik bilan bizni aldaydiganligini, ularga itoat qilsak bo'lmaydiganligini Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo Qalam surasining 10-oyatida alohida bizga uqtirdi. Valid ibn Mughira to'g'riliq tushilgan bo'lib, Valid ibn Mughira ayni vaqtdagi Quraysh mushriklarininki yuzliklaridan deb qaraladigan ishida gibi o'tadigan zolim kofir edi. Bu to'g'riliq Allah subhanahu va taolo yana bir oyatdagi Allah subhanahu va taolo Muddassir surasida bu Valid ibn Mughirani sifatlab bir qancha oyatlarni nozil qilgan. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahhattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla. Ey Muhammad, bana men yaratkan, men yalğuz özüm yaratkan kişini bana koygun. Men onunla kengri bolgan malını berdim. Çakırsı nah her kandak işığı yardımda bulduğun oğullarını berdim. Onunla dünyalık nimetlerini tayarlap berdim. O yeni mitki nimetini ziyade kıpırmen dep tamam kılamdı. Yani Allah bana yeni mi birdi dep oylamdı. Her güz Allah subhanahu wa ta'ala onunla nimetini ziyade kıpırmeydi. Hakikaten o bizning ayetlerimizga tanğıcı, inkar kılgıcı oldu ki, yani o endi bizning ayetlerimiz bo'lgan Allah Taala'nın nuri Qur'oni Karimni, İslam risaletini inkar kılganlıkның cezasıga uçraydı. Men o kafirni qiyin bo'lgan azap qistayman. Hakikaten o kafirning aybi nimeydi?
o kafir Allah subhanahu ve taala'nın sözlerini anlagandan kin fikir kıldı ve kallısida siliştirdi. Andın lanet kılınsın, kandak siliştirip kandak mölçerledi. Andın yana lanet kılınsın, o kandak mölçerledi. Andın qarıdı. Koşmusunu törüdü, çırayını törüdü. Yani toğru boğan haqqını bilip durup haqqa qarşı nefsi xahişinin keyni girip halkı işidiki Kureyş müşrikleri işidiki obrazını, menfaatini oylaganlıqdan haqqı inkar qılıp koşmusunu törüp durup özünün kılgan işinin hatalıqını bilip durup haqqa qarşı haqdan keynini qılıp yüz örüdü ve özü çoğun tutup dedi ki emas bu Kur'an-ı Kerim lekin ta'sir qıldıgan sihri deb Allah subhanahu ve taala'nın sözü Kur'an-ı Kerim'ge bühtan toqıdı. Bu Kur'an-ı Kerim insanның sözü deb Allah subhanahu ve taala'ga bühtan toqıdı. Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki Allah'tan elip kelgan risalatiga bühtan toqıdı. Men o kafirni saqar degan qiyin azobga kirgizaman deb Allah subhanahu ve taala mana shundaq dedi. Demek bu Velid ibn Mughira'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e küçülgen vahiy ilahi karşı nurgun yaman pozitsiyalar bolgan. Bu Allah subhanahu ve taala yoldan tutuşta nurgun yaman rollarını oynagan. Hem bu ayetni ba'zanlar Ahnas ibn Shurayq degan kafir to'g'riliq tushilgan deganlarmi bor. Demak, qaysi bo'lsin, har birisi Alloh taolaning elsi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tinish bilan birga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushirilgan risolatga buhton to'qigan, xalqlarni Allohning dinidan to'sgan mana shundaq gunoh ma'siyatdan iborat bo'lgan yamanlıqni qilgan. Allah'ның qattiq g'azabiga loyiq bo'lgan eng yaman qilmish bo'lgan Allah'ның yo'lidan, Allah'ның dinidan to'sadigan va islom dinga Allah'ның o'zi Qur'oni Karimga buhton qiladigan ishni qilgan. Shuning uchun Allah subhanahu va taala bu kafirni qasamxo'r, ya'ni kishilarni aldaydi. Özü xar, aciz, aqli tuvanki haq bilan nahaqni o'ziga va xalqiga va o'z atrofidagi kishilarga nimaning foyda, nimaning ziyni borligini ayirolmaydi, deganlikdan iborat bo'lgan mana shundaq yaman sifatlarini Allah subhanahu va taala bu oyatda sifatlash orqali biz mu'minlarni mana shundaq kafirga itoat qilmaslik bilan birga mush kafirning huylardan bizni yiroq turishimizga Allah subhanahu va taala alohida chaqirdi. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin.